Assalomu alaykum porloq obunachilari. Bugun biz Qarshi shahridagi Prezident maktabiga gilamlarni joyli yuvishga kelganmiz. Videolarni kuzatib boring, jarayonlarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Mana hozir biz ichkariga kirdik. Ko'rishingiz mumkin, bu yer o'qituvchilarning yashash xonalari. Gilamlarda anchagina ovqat izlari, yog' dog'lari bor. Buni maksimal ketkazamiz. Mana bu xonamiz to'liq yuvib tugatildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Yog'dan qolgan dog'lar, yog' izlari to'liq bartaraf etildi. Gilam yotib qolgan tolalari qayta tiklandi. Bugun biz Prezident maktabining mehmonlar uchun ajratilgan xonalari va koridorlarning gilamlarini joyida yuvib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, bizni kuzatishda davom eting.